Suyumlik mastallar yaxshimizlar. Bugun sizlarga Hindiston filmi kirisqi mixlangan ayolni tunishtiramiz. Bir aylan maktab ko'zilining yuziga sulfat kislotasi chechib yetadi. Ammo naq maydondagi kishilar qotilni tunib berishga petlanmaydi. Xiaomi ismli bir qiz botirlik bilan jinoyatchini ko'rsatib berdi. Lekin qotilning sherigi uni to'sib olib, Xiaomining yuziga pichoq sanchib yetadi. Qizning tatisi Gasamgacha edi. U hech nima demasdan qizini bevosita chambarchilik maktabiga boshlab boradi. Chunki u o'zining qizini menga qo'g'day olmaydiganligini aniq biladi. U Xiaomining buningdan keyin o'zini qo'g'dishini umid qiladi. Uzoq o'tmay Xiaomi dadasi bilan ketib yetib, yana hali qilikchaklarning bir qizga po'xirlik qilayotganligini uchirtib qoladi. Dadasi qizga oddiylik qo'l ishorasi qiladi. Xiaomi sumkasini tashlab, udul berib, hali qilikchakning qattiq adabini berdi. Qolgan likchaklar etilib bordi. Xiaomi endi burunqi ojiz qiz emas edi. U likchaklarni bo'lshiqdan balaydi. Ularga qilchi bo'zak bo'lmaydi. Kim bilsin, uzoq chidamay bir botilka sulfat kislotasini Xiaomiga chashmoqchi bo'ladi. Xiaomi uning qo'lini tutib olib, paqqada urib qutini tushirib yetadi. Yomon niyatli kishilar oxiri jazoga tortildi. Lekin u shu joydagi boy savdogarning o'g'li bo'lg'achqa, Xiaomi shu sababli 8 yil kesib ketadi. 8 yildan keyin u turmadan qaytib chiqqanda, dadasi allaqachon bu dunyo bilan xo'shlashgan edi. Ayni chaqda u chig'i tegib qo'ygan likchak hozirim bor bo'lg'achqa, Xiaomi shahardagi akasining yiniga berib turmoqchi bo'ladi. Lekin yangisi uning jinoyati sababli uni yoqtirmaydi. Xiaomi amalsiz xayr-saxovat maktabining yotqiga ko'chib kiradi. Ikkinchi kuni dars vaqtida maktab so'migiri Liza o'quvchilarni boshlab dars tashlaydi. Faqat Xiaomi la qilib qilib dars anglaydi. Liza uningga zaharxandlik bilan qarab qo'ydi. Tamoq vaqtida Liza Xiaomining patnusini qasdan o'rib yetadi. Xiaomi buningga chidab turadi. Meyplarning nutq so'zlash yig'inida yana bir qitim chataq chiqadi. Xiaomi munbarga chiqqanda Liza mikrofonning simini tartib etadi. Xiaomi qilcha aloqazada bo'lmay qo'l ishorati bilan nutqini davomlashtirdi. Pastda o'ltirgan gazkachilar nihoyat ko'p bo'lg'achqa, unimi ajoyib yaxshi bo'ladi. Orqadan Liza odam boshlab kelib, Xiaomining adabini bermoqchi bo'ladi. Bir likchak pichoq ko'targunicha uning oldiga etib keldi. Xiaomi birdilla tashdekni qo'liga ilib, uning peshiga birini soldi. Uning bosh so'nki sunib ketgili tas qoladi. Yendikilar Xiaomining qaltis yemanligini ko'rib, telefon qilib bir to'p odam boshlab keladi. Xiaomi qilcha rahim qilmasdan, xuddi alvos chaplashib olgandek dushmanning mushtumdan qilcha qo'rqmay, botirlik bilan elishib, ularning har xil hujumlariga taqobil turib, hammasini yer bilan yakson qilib, urib yiqitdi. Zo'migar Liza nemish bo'lganligini aniqlolmay qoladi. Lekin Xiaomi yana bir tarafda qo'rqinchli ishning yuz berayotganligini bilmaydi. Qancha saqchi bekorchilikda yo'lda turganda tuyuqsiz bir mashina qo'yildab kelib, cho'ng toshga so'qiladi. Ular avtomobildan tushib shofirning ahvolini tekshirganda, orqa sandiqda nurg'un pul borligini bayqaydi. Dahay boshchiligidagi 4 odam niyatini buzib, mashina egasini temir kaltak bilan urib o'ldirib yetib, bu ishni odatga qatnash hodisasi deb bir taraf qiladi. Dahay qiz do'sti Mayaning uyida qo'l ostidagilarga telefon qilib, qanday bir taraf qilishni toplayotganda Maya pulani suratga tortib oladi. U bu sin alg'ilintisi orqali Dahaydan qutulishni o'ylab, oshxonada ikki do'sti bilan maslahatlashayotganda sumkasini boshqalarning o'g'irlab ketganligini bayqaydi. Uzoq o'tmay Dahay bir telefon topshirib oladi. Telefonda dal uning unga ilingan ovoz yangraydi. Dahay qo'l ostidagilarga Mayani tutishni buyuradi. Dahay Mayadan sumkasining o'g'irlanib ketilganligini anglab, ochiqda birini tepadi. Maya naq maydonni jon uzdi. Ayol saqchi yetib kelganda Dahay naq maydonni Maya o'zini o'ldirib olganda qiyofat yasaydi. Ammo ayol saqchi Diloni undaq oddiy emas deb qaraydi. Xiaomi ikkinchi kuni eshik oldidan bir sumka tepib oladi. U sumkani uyga elib kirib, texi tafsiliy tekshirmay turibla, ikki basik uyga kirib, uningga tapancha tanglab uni tutib ketadi. Ular Xiaomi bilan boshqa ikki odamni o'rmonlikqa elib keladi. Qolgan ikkisi Dahayning dushmanlari bo'lib, ularning haqiqiy maqsadi Xiaomi edi. Ular bir-birini o'ldirib bo'lib, ikkinchisiga qo'l solmoqchi bo'lganda telefon jiranglaydi. Aslida Dahay bu ishning Xiaomi bilan munosabatsiz ekanligini tekshirib chiqqan edi. Biroq Xiaomi ularning odam o'ldirganligini ko'rib qolg'achqa, ular oradagi biraylarni Xiaomini o'ldirishga buyurib ketib qoladi. U Xiaomini otmoqchi bo'lganda tapanchada sifat masalasi ko'riladi. Xiaomi fursatdan foydalanib, o'rnidan turib, bir tepik bilan uni yiqitdi. Orqadan bir sakrab oshqushni elib, qo'ysini ochdi. Amdila tapanchani qo'liga olmoqchi bo'lganda, Xiaomi daraxt shixi bilan uni birini soladi. Xiaomi oqko'ngil bo'lganlikdan yiliq arni o'ldirmaydi. Xiaomi qaytib borgandan keyin maktab mudiriga ahvolni tushuntirdi. Maktab mudiri saqchilar ekanligini bilib, amalsiz qoladi. Xiaomi yana akasining uyiga qaytib keladi, lekin yangisi yana uningga qarshi turdi. Xiaomi uydan chiqib ketishga majbur bo'ladi.
U yaqin atrofdagi do'konda maktab zo'migiri Lizani ko'rib qoladi. U heliq sumkani eshik oldiga Liza qo'yib qo'ygan deb o'ylab talash tartish qiladi. Ammo soqchilar buni bayqab qilib, hammasini tutib ketadi. Dahay shuncha ko'p odamning Xiaomini yolg'iz bir taraf qilib yetalmaganligini ko'rib, amal tepib uni joylab etmoqchi bo'ladi. Ular kichik temir partisini Xiaomining cheksiga sanjib, uning ming yo'lini buzib etmoqchi bo'ladi. Ular Xiaomini ruhiy kasalliklar doktorxonasiga qamab qo'yadi. Xiaomi qaysar irodasi bilan bardoshlik beradi. Lekin har kuni bir to'p odam kirib, uningga majburiy tinchlantirish ukoli uradi. Dahay Xiaomining oilasiga uning nervisi masal borligini, saqchi hujum qilganligini aytadi. Xiaomining apsi Xiaomining haqiqatan zo'ravonlik xohish borligini, kichik vaqtida boshqalarga kislota chechayotganligini aytadi. Yana bir tarafda ayol saqchi izchil Mayaning telosini tekshirib o'tadi. U ko'zitish apparati orqali sumka o'g'irlagan odamning asli maktab mudirining qizi ekanligini bayqaydi. Maktab mudiri yuzi tushib ketishidan ansirab, sumkani Xiaomining eshik oldiga qo'yib, uning saqchiq ma'lum qilishini umid qilgan edi. Xiaomi tozalik qilgan bir kasalchan ayol bilan tanishib qoladi. Ayol uningga yordam qilib, oshqoshni o'g'irlab keladi. Xiaomi kameraning eshigidan chiqishiga bir saqchi kelib, temir kaltak bilan birini sanmoqchi bo'ladi. Xiaomi chaqqonlik bilan o'zini olib qochadi. U necha vaqtdan beri qattiq azob oqibatni boshdan kechirgachga endi ko'ngli yumshoqlik qilmaydi. Bir minut saqchi yopirilib kelib, uningga etiladi. U qilchi pisand qilmay, chaddaslik bilan ularni bo'lishga tumbalaydi. Sirtga chiqqanda yana ikki saqchi etilib keldi. Xiaomi ularni birdamda joylab etadi. Eng oxirgi birining beshini qayribla bo'ynini uzib etadi. Bu vaqtda uning badanidagi dori kuchi teq butunlay yo'qolib ketmagan edi. U aksi va oilasikilarni tepib, saqchilarning uningga ziyonkashlik qilganligini aytadi. Dal shu chaqda doktorxonadagilar Xiaomini zo'rlik bilan kontrol qilib, yana bir qitim ukol yangisini sanjaydi. U mashinaga majburiy ishtirib chiqariladi. O'ylamgan yerdan mashina ko'pchilikni saqlamayla Xiaomini elib ketib qoladi. Shofer dal Xiaomining turmadagi do'sti edi. U bir qavoxonning hojatxonasidan Dahayning sherigini tutib oldi. Uni urib aylantirib etdi. Ari hushiga kelganda o'rindiqqa bog'lab qo'yilgan edi. Xiaomi uningdan nima uchun uningga qarchaplaganligini so'raydi. U kichik vaqtida o'smir jinoyatchilarni boshqarish o'rniga kirgan bo'lg'achqa, hammasi uni ko'zga ilmaydi. Amdilikda uni ruhiy kasalliklar doktorxonasiga elib bormoqchi bo'lyapti. Dahay ularning turgan yerini tepib olib, uning kasal do'stini urib o'ldirib yutdi. Ular Xiaomini kontrol qilib olib, uni qattiq qiynab o'ldirmoqchi bo'lganda, ayol saqchi kelib qutqizib oladi. U hammani bilib bo'lg'achqa, Dahayni tutishga odam boshlab kelgan edi. Lekin bu chaqda tuyuqsiz bir telefon qabul qiladi. Boshliq uningga bu qitimqi tutishdan voz kechishga buyruq qilgan edi. Chunki ular ayni chaqda tash yo'lda o'ldirib qo'ygan kishi shu joydagi qora guruh katibesining sherigi bo'lib, haqiqiy ahvol e'lon qilinsa, ular saqchilar hujum qiladi. Hozir faqat haqiqiy ahvolni yushirib, ishni besiqtirishga to'g'ri keladi. Ayol saqchining bak yordam qilg'isi bor edi, ammo u yuqorining buyrug'ini anglag'achqa qo'l ostidagilarni boshlab amalsiz ketib qoladi. Xiaomi qattiq asabiylashadi. Askar odamlar uni tepib yiqitib etadi. Xiaomi oldidagi 2 metr uzunlikdagi qing'iroqni olib, uning yo'tisini chapadi. Yana birining qo'rsqini yirtib etadi. Bu ovozlarni anglagan ayol saqchi qaytib keladi. Hamrohi o'q chiqarmoqchi bo'lganda, ayol saqchi to'sib oladi. Bu chaqda Xiaomi bir chetda o'tiradi. U ko'pchilikka qarab beshini lang'ishtadi. Yengni aytsa yana bir qitim belgiga sanjiladi. U oxiri bir ro'yi kasal sifatida hammani zimmasiga oladi. Uzoq o'tmay ayol saqchining bo'shashmay tirishchilik ko'rsatishi bilan Xiaomi qo'yib berilib, gazkachi muallim bo'lib, kelgusi umidlarini tarbiyalaydi. U doim men o'z-o'zimni kirisqa mixlab qo'ygan deydi. U barliq ayollarning o'zini suyishni, mustaqillikni, qaysarlikni o'rganib olishni umid qiladi. Albatta, o'g'illarmi o'z-o'zini qo'g'dashni o'rganib olishi kerak. Suyimlik mastonlar, kelarki filmimizni ko'rishaylik. Xayr xo'sh.